Aslida men chaqchaqchi emasman, lekin har doim burama chaqchaqlarim ideal chiqadi. Sizlarga ham o'rgataman, onlayn sotib olishingiz shart emas. Tuxumlarga chimdim tuz va choy soda solib, oppoq bo'lguncha yaxshilab ko'pirtirib olamiz. 5-6 daqiqa ko'pirtirilgandan so'ng un solib, o'rtacha qattiqlikda xamir qorib olamiz. Yaxshilab mushlab 15-20 daqiqa davomida dam oldiramiz. Xuddi shu jarayonni 3 marotaba takrorlaymiz. So'ng xamirlarimizni 3 mm qalinlikda yoyib olamiz. Yarmiga o'simlik yog'i surtib, yarmini yopamiz. Ko'rsatilgandek 9 cm qalinlikda va 1 cm uzunlikda kesib olamiz. Ikki tomonini 20 daqiqadan quritib olamiz. Ko'proq yog'ga pastroq olovda 4-5 tadan solib, tillarang bo'lguncha pishirib olamiz. Qiyom uchun shakar, suv, limon suvi solib, past olovda 20-25 daqiqa qaynatib olamiz. So'ng asal solib, 5 daqiqa yana qaynatib olamiz. Tayyor burama chaqchaqlarimizni chiroylilarini ajratib olamiz. Qolganiga qiyom solib, qo'limizni namlab bir-biriga yopishtirib olamiz. Ko'rsatilgandek chiroylilarni yoniga terib chiqamiz. Barcha masalliqlarni yozib qo'yaman. Bu retsept bilan albatta sizda ham o'xshab chiqadi. Bemalol zakazlarga ham tayyorlasangiz bo'ladi. Manfaatli bo'ldi degan umiddaman. Bir-biridan ajoyib retseptlar olish uchun albatta obuna bo'lib qo'ying. Rahmat.